Selam selam dostlar. Sizning bilan tag'in Liana. Ham ko'rganingizcha, men azrakkina yashashimni istim. Lekin Natasha Xomanda mening bilan. Bugungi kundagi eng aktual temalarning birisi ol endi distansion o'quvdan g'alati yuqoga kushu. Ham har kishining bu ko'chishtirda o'zining fikri bor. Edagizlar mening do'stimni ham atiyimni tinglab olaylik. Ketdik. Bizning bilan Grudinova Salima, mening klassdoshim ham do'stim. Salima, mening siyamdan so'ram bor. Sening distansion o'quv turida umuman fikring neydi? Hech shaksiz barliq qushlarning qo'shandir maktabga bormish yag'ina uyda o'tirib qo'ysi kelgandir. Distansion o'quv davomida karantin vaqtida bizning shunday tilagimiz shinga oshdi desam da bo'lar. Menga o'zimga distansion o'quv boshda bek o'xshab bitmadi. Lekin hozirgi maktab og'riqlarini kechirib, men o'zimning distansion o'quvni yaratuvimni angladim. Shulay. Mana distansion o'quvning o'ng'ay ham teskari yoqlarini kelganda sen nima ayta olasan? Albatta. Birinchi kimchilik u bizning internetning yaxshiligini qaramasdan Zoom platformasi o'zidan o'zi ishib ketaydi. Bizning klassda bu bek yoshgina uchroq edi. Mana sen darsda o'tirasan, sen internetni tutar, lekin sharakda bo'ladi. Endi eng zo'r kimchilik u bizning klassdoshlarimiz bilan, do'stlarimiz bilan сөйләшү bizga yetmaydi. Bizning klass yetakchimiz, bizning tarbiyachimiz bek yoshgina uchrashuvlar o'tkazsa-da, biz sinfdoshlarimizni bek sog'indik. Ham bu ishlarda bek qiyin edi. Ham endi o'ng'ay yoqlariga kelganda biz maktabda o'zdirgan vaqtni qadrli boshladik. Ham maktabga jina turgan vaqt qisqardi distansion o'quv vaqtida. U albatta bek ulug' plyus aytganda. Ham endi o'sha yaratuvchilarga bu bek ulug' plyus. Chunki biz video konferensiyalarda o'sha o'tirdik. Salima menga o'zi bilan, chunki u o'zi darslarni bek ko'p o'tiradi. Lekin bu bek ulug' sir. Yarar Salima, sening shu intervyu bergan uchun bek zo'r rahmat. Biz Alloga tava ketdik. Sog'lig'iz. Bular qo'ya o'tirам ekan endi deb o'ylaysizlar endi. Bu bizning internetimizning bir ulushi. Bunda Alfiya Afzalovaning muzeyi yasalgan. Ham bunda umuman bek motor. Bu gimnaziyaning eng motor ulushidir deb o'ylayman. Chunki muzey bu umuman bek motor yer. Masalan, bu Alfiya Afzalovaning uyida turgan soat. Bu Alfiya Afzalovaning ko'ylagi, bu uning televizori. Ham umuman bunda Alfiya Afzalovaning bek ko'p ma'lumot bor. Bunda Alfiya, bunda karaoke. Ham boshqalarida umuman motor. Ham mening sizga endi shu motorlikni ko'rsatasim keladi. Hozir biz mening atiyimning intervyusini ko'ramiz. Ketdik. Hozir bunda eksklyuziv intervyu. Ol endi Muhammadinov Oynur Rafil o'g'lidan, ya'ni mening atiyimdan intervyu olamiz biz hozir. Salomatik. Selam birazlar. Ham mening senga so'rab berasim keladi. Ol distansion o'quv turida. Senga distansion o'quv shu edimi? Sen shu distansion o'quvdan g'adatiy o'quv kuchi turida narsa o'ylaysan? Ham umuman sening his kechirishlaring nendek? Mana shuni o'tirib ketaylik bizga. Barizga selamlar. Distansion o'quv turida fikrlar endi hozir endi bek ko'p. Endi men o'zimnikini aytib kelasim keladi. Distansion o'quvining o'ng'ay yoqlari da bo'ldi, teskari yoqlari da bo'ldi deb endi aytaman. Hozir tajribamiz bor. Teskari yoqlarına kelganda bu endi o'quvchilarning menga qolsa bolalarning jiddiy qarashi kelmay o'quvga degan simoq fikr tug'di. Endi balki bor kishinikida tug'ildir. O'ng'ay yoqlarına kelganda endi bolalar har vaqt uyda ko'z oldinda o'zimizning distansion o'quvining notebook orqali o'quvni endi ko'rdik. Uy ishlarida, ishlovlarida baribir menga qolsa endi maktabda bizga g'alati bo'lib o'rganilgan ravishda o'qisalar, bizga endi qulayroq shaklda ko'ramiz. Shu bizning fikrimiz. Maktabda o'quv qolsa durustroq. Rahmat sizning bu intervyuingiz uchun. Bu bek hayrat bo'ldi.
Шуның белән тамам. Без Кире баштан. Нурга әзрәп. Evet, нормально. Young адам янда еще күлдем. Все, давай посмотрим, звук нормально. Нет,